2011-yili 5 kilovatli akkumulyatorli quyosh panelida olib kelib qo'yganmiz. 4-5 yil ishlatdik. Akkumulyatorli nima o'zini qoplay oqlamagan. To'kni olib olib ishlatolmas edik. Shu bilan unutildi. Tomda qolib ketdi panellarimiz. Shu orada mana 10 yil o'tdi. 2023-yili prezidentimiz Namanganga borganlarida men sizni sotib olaman deganlardan keyin ko'p endi qo'ysa bo'ladi degan g'oya bilan 5 kilovat qo'ydik. O'sha eski panellarimizni billa yig'ib turib 10 kilovat qilib 5 oy ishlatdik. Oyiga 1 milliondan 5 oyda 5 million pul tushdi. Lekin 5 millionda yig'ilgan 5 oylikni atobinalarda yoqilgandan keyin talabimiz kattalashadi. Bir oyda yoqib qo'ydik. Bu 5 oylikda bir oyda yoqib qo'ydik. Bu yetmas ekan bizga degan g'oya bilan 50 kilovatli qo'ydik. Ashi bilan 50 kilovatdan keyin qishdan chiqishimizga daromad tushdi boshladi. May oyidan 5 million 400 ming tushdi birinchi oyda. Keyingi oyda 6 million 60 ming tushdi. Ketma-ket 4 million 5 million 5 million 800 ming bo'lib pul tushdi boshladi. Ko'tarilmay qoldik. Buni qilish kerak ekan bu tayyor tadbirkorlik. Biz ishxonada ana tadbirkorimiz stani olib kelamiz. Bitta stanoyimiz 15 ming 20 ming dollarlik stani olib kelsak, pulini chiqarib olish 5 yil ishlasa keyin pul chiqadi. Buni mana hisobladik 2,5 yil, zaxir 3 yil ekan. 2,5 3 yilda o'zini oqlaydigan stanoy kamdan kam. Lekin bu oqlar ekan. Bitta yaxshi mashinaning puli, 5-10 ta molni puli. Mollar ham qimmatga bo'lsa yeyman deyapti. Bu semamayapti. Bunga bitta sabab bersiz, mana yemaydi, suv ham ichmaydi. Quyosh chiqsa bo'ldi, ertamanda boshlaydi, shomda ish tugatadi. Kechgacha ishlab beradi. Terlamasdan ishlaydi.